94-ci hadis. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mundaq degan: "Əl-mu'minu mir'atul mu'min." Mömin, möminning aynigidir. Aynak degan bu sirtqi shaklimizni ko'rsatadigan, kamchiliklarimizni yoshirmaydigan va ortiq narsa qo'shmay ko'rsatadigan bir zotdir. Musulmon mömin odamlarmu shu aynakka o'xshash bir-birining kamchiligini yoshirmay va bir-biriga ortiq sifat chaplamay, bir-biriga xuddi aynak o'xshash haqiqiy shaklini ko'rsatishi lozimdir. Ba'zi bir odamlar o'zining birodarining xatoligini ko'rib qolsa, uni aytishdan xijolat bo'ladi. Biroq shu birodari bilan yolg'iz qilib, hikmat bilan, yumshoqlik bilan nasihat ritida uning xatoligini aytqani durust, samimiy munosabat bo'ladi. Cho'ng olimlarimizdan kelgan bir qoida bordir. Agar bir mo'minning yaxshi sifatlarini bayqab qolsang, cho'qim odamlarning orasida taratib oshkor qilgin. Biroq o'zini u sifatlar bilan maqtamag'in. U maqtashlardan yuragi qanoatlanib, takabburlik paydo bo'lishi mumkin. Agar bir mo'minning xatoliklarini bayqab qolsang, uni hamma odamlardan yoshirg'in. Biroq o'ziga bu xatoligini cho'qim oshkor qilg'in. U xatoligini tushunib, boshqa qaytlamag'ini sening uningga bo'lgan yordamingdir.